Har kuni bir dona yong'oq yeyish bu oddiy tuyulgan, lekin tanamizda aql bovar qilmas o'zgarishlarga sabab bo'ladigan odatdir. Ba'zilar buni shunchaki orom uchun, boshqalar esa sog'lom ovqatlanish qoidasi sifatida qilishadi. Ammo siz hech o'ylab ko'rganmisiz, nega olimlar va shifokorlar har kuni bittagina yong'oqni tavsiya qilishadi? Yong'oqning har bir donasida tabiat mo'jizasi yashiringan. U kichkina, ammo kuchli, yurakdan tortib miya, teri, suyak, hatto ruhiy holatimizgacha foyda beradi. Keling, bu kichik superfoodning ichki sirlarini birgalikda ochamiz. Yong'oq qadimda Sharq tabobatida eng foydali yeguliklardan biri sifatida qadrlangan. Ibn Sino o'z asarlarida yong'oqni miya va yurakni mustahkamlovchi ne'mat deb ta'riflagan. O'sha davrlarda ham insonlar sezgan, yong'oq yegan odamning aqli tiniq, badanda kuch bo'lgan. Zamonaviy ilm esa bu kuzatuvni tasdiqlaydi. Yong'oq tarkibida omega 3 yog' kislotalari, E vitamini, magniy, rux, selen, kletchatka va o'nlab foydali moddalarning mukammal uyg'unligi bor. Shu moddalarning uyg'un ishlashi tufayli yong'oqni tabiiy multivitamin deb atash mumkin. Hech sezganmisiz? Yong'oqning shakli miyaning ikkita yarmini eslatadi. Tabiat go'yo bizga ishora bergandek. Darhaqiqat, ilmiy tadqiqotlar ko'rsatadiki, yong'oqda mavjud omega 3 yog' kislotalari va polifenollar miya hujayralarining faoliyatini yaxshilaydi. Ular hujayra membranalarini himoya qiladi, qon aylanishini kuchaytiradi va xotirani mustahkamlaydi. Har kuni bittagina yong'oq yeyish, xususan o'rta yoshdan oshgan kishilarda xotira susayishi xavfini kamaytiradi. Yoshlar uchun esa bu diqqatni jamlash va o'qish samaradorligini oshiradi. Yong'oqdagi foydali yog'lar yurak qon tomir tizimini qo'llab-quvvatlaydi. Tadqiqotlarga ko'ra, yong'oqni haftasiga necha marta yeyadigan odamlarda yurak xuruji xavfi ancha past bo'ladi. Bu shunday ishlaydi. Yong'oq qon tomir devorlarini elastik saqlaydi, yomon xolesterinni kamaytiradi, qonni silliq aylanishiga yordam beradi. Natijada yurak tiniqroq, bosim barqaror, energiya esa yuqori bo'ladi. Kattalar ko'p hollarda suyak zaiflashuvi va bo'g'im og'riqlaridan shikoyat qilishadi. Yong'oq bu borada ham foydali. Unda kalsiy, magniy va fosfor ko'p bo'lib, ular suyak zichligini mustahkamlaydi. Yoshlar uchun esa yong'oqdagi oqsil mushak o'sishi va tiklanish jarayonini qo'llab-quvvatlaydi. Sport bilan shug'ullanuvchilar uchun har kuni bir dona yong'oq tabiiy energiya manbai bo'la oladi. Har kuni bittagina yong'oq yeyish orqali siz tanangizga rux, selen, E vitamini singari antioksidantlarni berasiz. Bu moddalarning har biri immun tizimni kuchaytiradi, hujayralarni erkin radikallardan himoya qiladi. Ayniqsa kuz-qish mavsumida bu odat shamollash va grippga qarshi tabiiy qalqon bo'ladi. Yong'oqni asal yoki meva bilan birgalikda yeyish uning foydasini yanada oshiradi. Shuningdek, tongda iliq suv bilan birgalikda iste'mol qilsangiz, ovqat hazm qilishni yaxshilaydi va ichak faoliyatini tartibga soladi. Yong'oqdagi E vitamini, omega yog'lari va antioksidantlar terining yoshligini saqlaydi. Ular hujayra yangilanishini tezlashtiradi, quruqlik va ajinlar paydo bo'lishini sekinlashtiradi. Soch ildizlari esa yong'oqdagi biotin va rux orqali mustahkamlanadi. Shu sababli yong'oq iste'mol qiladigan ayollar, ayniqsa menopauza davrida hormonlarni uning homiladorlik davrida ham bu yegulik miya rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Albatta, me'yorda iste'mol qilinsa. Ko'rdingizmi? Har kuni bittagina yong'oq yeyish bu oddiy ammo juda foydali odat. U yurakni, miyani, suyaklarni, terini, immunitetni mustahkamlaydi, stressni kamaytiradi va qarishni sekinlashtiradi. Bu mo'jizani har kuni tanovul qilib, siz tanangizga minnatdorchilik bildirasiz. Albatta, agar sizda allergiya, jigar yoki oshqozon bilan bog'liq muammo bo'lsa, shifokor bilan maslahatlashish zarur. Chunki har bir organizm o'ziga xos. Hayotdagi eng katta sarmoya bu sog'lom tanangiz. Har kuni bittagina yong'oq bilan siz unga kichik ammo muhim sovg'a berasiz. Sog'lom bo'ling va tabiat ne'matlaridan to'g'ri foydalaning. Har kuni bitta dona yong'oq yeyish bu oddiy tuyulgan, lekin tanamizda aql bovar qilmas o'zgarishlarga sabab bo'ladigan odatdir. Ba'zilar buni shunchaki orom uchun, boshqalar esa sog'lom ovqatlanish qoidasi sifatida qilishadi. Ammo siz hech o'ylab ko'rganmisiz, nega olimlar va shifokorlar har kuni bittagina yong'oqni tavsiya qilishadi? Yong'oqning har bir donasida tabiat mo'jizasi yashiringan. U kichkina ammo kuchli. Yurakdan tortib miya, teri, suyak,
hatto ruhiy holatimizgacha foyda beradi. Keling, bu kichik superfoodning ichki sirlarini birgalikda ochamiz. Yong'oq qadimda Sharq tabogatida eng foydali yeguliklardan biri sifatida qadrlangan. Ibn Sino o'z asarlarida yong'oqni miya va yurakni mustahkamlovchi ne'mat deb ta'riflagan. O'sha davrlarda ham insonlar sezgan, yong'oq yegan odamning aqli tiniq, badanida kuch bo'lgan. Zamonaviy ilm esa bu kuzatuvni tasdiqlaydi. Yong'oq tarkibida omega 3 yog' kislotalari, E vitamini, magniy, rux, kletchatka va o'nlab foydali moddalarning mukammal uyg'unligi bor. Bu moddalarning uyg'un ishlashi tufayli yong'oqni tabiiy multivitamin deb atash mumkin. Hech sezganmisiz? Yong'oqning shakli miyaning ikkita yarmini eslatadi. Tabiat go'yo bizga ishora bergandek. Darhaqiqat, ilmiy tadqiqotlar ko'rsatadiki, yong'oqda mavjud omega 3 yog' kislotalari va polifenollar miya hujayralarining faoliyatini yaxshilaydi. Ular hujayra membranalarini himoya qiladi, qon aylanishini kuchaytiradi va xotirani mustahkamlaydi. Har kuni bittagina yong'oq yeyish, ayniqsa o'rta yoshdan oshgan kishilarda xotira susayishi xavfini kamaytiradi. Yoshlar uchun esa bu diqqatni jamlash va fikrlash tezligini oshirish, o'qish samaradorligini yaxshilaydi. Ba'zi universitetlarda o'tkazilgan kuzatuvlar hatto shuni ko'rsatadiki, muntazam yong'oq yeyadigan talabalar imtihon paytida ancha tinch, diqqatli va xotirjam bo'lishadi. Yong'oqdagi foydali yog'lar yurak qon tomir tizimini qo'llab-quvvatlaydi. Tadqiqotlarga ko'ra, yong'oqni haftasiga necha marta yeyadigan odamlarda yurak xuruji xavfi ancha past bo'ladi. Bu shunday ishlaydi. Yong'oq qon tomir devorlarini elastik saqlaydi, yomon xolesterinni kamaytiradi, qonni silliq aylanishiga yordam beradi. Natijada yurak tinchroq, bosim barqaror, energiya esa yuqori bo'ladi. Ko'p yurak kasalliklari stress, nosog'lom ovqat va jismoniy faoliyat yetishmasligidan kelib chiqadi. Bunday paytda yong'oq yurak uchun tabiiy balans vositasi bo'lib xizmat qiladi. U bosimni sekinlik bilan tartibga soladi, yurak mushagini oziqlaydi va qon tomirlarini tozalashga yordam beradi. Shuningdek, tongda iliq suv bilan birgalikda iste'mol qilsangiz, ovqat hazm qilishni yaxshilaydi va ichak faoliyatini tartibga soladi. Yong'oqdagi E vitamini, omega yog'lari va antioksidantlar terining yoshligini saqlaydi. Ular hujayra yangilanishini tezlashtiradi, quruqlik va ajinlar paydo bo'lishini sekinlashtiradi. Soch ildizlari esa yong'oqdagi biotin va rux orqali mustahkamlanadi. Shu sababli yong'oq iste'mol qiladigan ayollarning sochi to'kilmaydi, terisi esa sog'lom nur sochadi. Ayrim kosmetologlar hatto yong'oq yog'idan tayyorlangan tabiiy niqoblarni ham tavsiya etadilar, chunki u terini oziqlantiradi va tiklaydi. Erkaklar uchun yong'oq tabiiy kuch va energiya manbai hisoblanadi. U qon aylanishini yaxshilab, tananing pastki qismlariga kislorod yetkazilishini qo'llab-quvvatlaydi. Ayollar uchun esa yong'oq hormonal muvozanatni tartibga soladi, ayniqsa menopauza davrida foydali. Homilador ayollar uchun ham bu yegulik homila miya rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Albatta, me'yorda iste'mol qilinsa. Shuningdek, yong'oq emizikli ayollar uchun ham foydali bo'lishi mumkin, chunki u sut tarkibidagi foydali yog'larni boyitadi. Har kuni bitta yoki 2 dona yong'oq yetarli. Ko'p yeyish foydadan ko'ra kaloriyani oshiradi. Eng to'g'risi, tongda nonushtadan keyin yoki tushdan oldin och qoringa emas, balki yengil ovqatdan so'ng yeyish. Yong'oqni qovurilmagan, tabiiy holatda iste'mol qilish eng foydali natijani beradi. Ayrimlar uni salatlarga, yogurtga yoki suli bo'tqasiga qo'shib yeyishadi. Bu ham mazali, ham foydali usul. Ko'pchilik yong'oq semirtiradi deb o'ylaydi. Aslida esa bu to'g'ri emas. Yong'oqdagi to'yinmagan yog'lar tanani to'ygan holatida turib turadi, ishtahani kamaytiradi. Natijada siz kamroq yeysiz, lekin ko'proq energiyaga ega bo'lasiz. Shu bois yong'oq semirgan emas, balki vaznni boshqarishda yordam beradi. Tadqiqotlarda yong'oq iste'mol qiladigan insonlar orasida semirish ko'rsatkichi past bo'lishi kuzatilgan. Yong'oq tarkibidagi melatonin va triptofan moddasi uyqu sifatini yaxshilaydi, stressni kamaytiradi. Shu sababli kechqurun bittagina yong'oq yeyish asabni tinchlantirib, uyquni chuqur va oromli qiladi. Doimiy iste'mol qilgan odamlar o'zini yanada xotirjam, muvozanatli his qiladi. Ba'zan shunchaki bitta yong'oq bilan choy ichish ham tinchlik tuyg'usini beradi. Bu tabiiy serotoninni faollashtirgani uchun sodir bo'ladi. Bolalarning o'sish davrida nerv tizimi, miya va suyaklar tez rivojlanadi.
Yong'oqdagi oqsil, rux, magniy bu jarayonlarni tabiiy ravishda qo'llab-quvvatlaydi. Ammo kichik yoshdagi bolalarga yong'oqni maydalab, boshqa ovqat bilan aralashtirib berish kerak, chunki u qattiq bo'lgani uchun yutish yoki chaynash qiyin bo'lishi mumkin. Katta yoshdagi bolalar uchun esa bu ajoyib tamaddi varianti shakarli gazlaklar o'rniga sog'lom, to'yinli tanlov.